Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıqni e'tirof qilish va xotirlash kunida namoyish o'tkazdi. Bundan 3 yıl burun Amerika'nın hazırki yanıdan saylangan prezidenti Donald Trump hükümeti aldınqı vazife müddetining oxirgi kunlari, yani 19 yanvar kuni tunji bo'lib Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini rasmiy turda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, boshqa davlatlarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga yo'l ochgan kun. Darvaqa Amerika hukumati irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgandan keyin G'arbdagi 10 necha davlatning hukumatlari, ko'proqki parlamentlari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiy xalqlarga qaratgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati 19 yanvar kunini Sharqiy Turkistonning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va xotirlash kuni qilib bekitdi. Va bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonliklarni bu kunda dunyoning har qaysi davlat hukumat majlis binolarining oldida namoyish qilishga chaqiriq qildi. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati, Sharqiy Turkiston surgundi parlamenti, Sharqiy Turkiston milliy uyg'onish harakati, Sharqiy Turkiston milliy fondi a'zolari Amerikaning poytaxti Washingtondagi Oqsaroyning atrofiga 19 yanvar kuni yig'ilib, shivirg'anliq so'g'uq havoga qaramay namoyish o'tkazib, Amerikani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni, qurilishlarni Sharqiy Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashga chaqirdi. Namoyishda Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatining egilmas sunmas obrazi Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi: Xonimlar va apandilar, do'stlar va ittifoqdoshlar, inson haqlari, adolat va insoniy qadr-qimmatni qo'g'dug'ichilar, yaxshimisizlar? Biz bugun 2025 yili 19 yanvar kuni dunyodagi davrimizda davomlashayotgan eng og'ir vahshiyliklarning qurboni bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini aslash va ularning sharafi uchun Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiy xalqlarga qaratgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, Sharqiy Turkiston xalqining qorong'uligiga yo'riq tutgan bu kunni xotirlash yuzasidan jam bo'lib turibmiz. 75 yil burun, ya'ni 1949 yili 12 oktyabr kuni Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olib, 22 dekabr kuni mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlab, Sharqiy Turkistonda izchil turda mustamlika, irqiy qirg'inchilik, osmonasiya yurgizib, Sharqiy Turkiston xalqining kimligini, kulturini, mavjudligini yo'qotishga urindi. Dunyo necha 10 yil sukut qilishni davomlashtirdi va bu sukut tasavvur qilg'isiz vahshiyliklarga yo'l ochdi. 2014 yili Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy Kompartiyasi vahshiyliklarni avj oldirib, keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Xitoy diktatori Xi Jinping tajovuzchi kuchlarga Sharqiy Turkistonliklarning yiltizini, nasabini tamoman quritish, bog'larini uzib etish, manbasini kesib tashlash harakatini keng ko'lamda elib berishni buyruq qildi. Bu yolg'iz ritorik xitob bo'lib qolmasdan, balki Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiy xalqlarga qilingan jinoyatdan iborat edi. Bugun millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, o'zbek qatorliq Turkiy xalqlar zamonaviy davrning jazo lagerlariga solandi. Qul amgikining va sistemlik zulmning qurbonlariga aylandi. 580 ming Uyg'ur va boshqa turk xalqiga 5 yillik turma jazosidan tortib, umrlik turma jazosigacha jazo berilib, turmaga qamilib, dunyodagi qamalish nisbati eng yuqori davlatga aylandi. 100 minglagan Sharqiy Turkistonlik ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. Buning hammasi barliq Sharqiy Turkiston avlodlarini qasddan yo'qotishni maqsad qilishdan iborat. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiy xalq bolalari oilalaridan majburiy ayirib etilib, atalmış davlatning yataqliq maktablari, darültamlarga o'rinlashtirilib, kimligi, tili, kulturi, e'tiqodi yo'q qilinib, mensi yuyildi. 1600 dan ortiq masjid va boshqa kultur markazlari buzib etildi. Xitoy meroslarimizni yo'qotish, izzat obro'yimizni dafsanda qilish uchun sonsizlagan Sharqiy Turkistonlik ayollarni Xitoy mustamlikchilari bilan majburiy to'y qildirib, davlat qo'lgan bosqinchilikning qurboniga aylantirdi. 3 million 700 ming Sharqiy Turkistonlik ayolning homilasini tushirib etdi. Texmi qo'rqinchligi 150 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk yoshlari organlari uchun qatl qilindi. Ularning organlari qorong'u bozorda sotilib, irqiy qirg'inchilikchi Beijing hokimiyatini manfaatlantirdi. Bu vahshiyliklar yolg'iz Sharqiy Turkistonga qarshi ishlanayotgan jinoyat bo'lib qolmasdan, balki barliq insoniyat uchun ishlanayotgan jinoyatdir. Ammo bu qorong'ulikning ichida bir umidning nuri chaqnadi.
2021 yılı 19 yanvarda Amerika Qo'shma Shtatlari oldingi Trump hukumatining sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Bu bir tarixiy ahamiyatga ega harakat bo'lib, dunyoning Sharq Turkiston xalqi tortayotgan mushaqqat, azob-uqubatlarni tunishidagi muhim bir qadam edi. Undan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarning parlamentlari Xitoyning bu vahshiy jinoyatini e'tirof qildi. Yalğız e'tirof qilishlar yetarlik emas. Agar unumli harakat qo'llanilmasa, bu e'tiroflarning hammasi bekor. Prezident Trumpning 2025 yili 20 yanvar yangidan vazifaga o'tirish marosimini tabriklaymiz. Biz Trump hokimiyatining qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, ahamiyatli dodil harakat qilib, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishini talab qilamiz. Yarmiyatni oldini olish yoki ishoratlarning vaqti o'tdi. Biz Amerika va xalqaro jamiyatni bu vahshiyliklarning yildizi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasiga markazlashishiga chaqiriq qilamiz. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi bu irqiy qirg'inchiliklarning tub sababi bo'lib, xalqimizning erkinlik, adolat, izzat hurmatga bo'lgan umidini yo'qotadi. Biz Amerika hukumati va boshqa barliq xalqaro jamiyatdan Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni, Xitoyning qonunsiz ishg'oliyati va mustamlikachiligini ayblashini, xalqaro jamiyatning Xitoyning jinoyatini xalqaro sudda tekshirishini, ahamiyatli natijalarni barliqqa keltirishini talab qilamiz. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni Sharq Turkiston xalqining erkinlikka, izzat hurmatga erishishining birdan-bir kafolati bo'lgan mustaqillik uchun qilayotgan harakatini qo'llashini talab qilamiz. Irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish yolg'iz hayotni qutqizish bo'lib qolmay, Sharq Turkiston necha ming yillik makoni bo'lgan Sharq Turkiston xalqining kulturini va tarixini saqlab qolishning ochqichi va yana dunyoga kim qayerda qandoq irqiy qirg'inchilik yurgizishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilikqa davomli bardoshlik berishning mumkin bo'lmasligidek uchurni berdi. Sukut qilish va harakatsizlik yolg'iz Beyjingning qo'lini qonga bo'yab qolmay, yana uzoqdan qarab turganlarning qo'lini qonga bo'yaydi. Beyjingning irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatiga qarshi shaxslarni unutib qolmayli. Ular dadillik bilan nurg'un bedellarni to'layotidi. Xitoyning jazo lagerlarini oshkor qilgan muxbirlardan tortib, haqiqatni so'zlagan faoliyatchilargacha hammasi hayotini xatarga etib, haqiqatni o'ttirg'a ilib chiqdi. Ularning bedellari, qurbonliqlari adolat uchun kurash qilishda yolg'iz so'zlashni emas, ahamiyatli harakatni talab qilishga jasoratlantirdi. Ularning hikoyalari garchi turmalarga qamalib qul qilinayotgan Sharq Turkiston xalqiga nisbatan har qancha yangili bo'lmaydiganligini tushuntirib, davomli olg'a ilgirlashga ilhomlantirdi. Biz sizlarni anglayapmiz, ko'ryapmiz. Biz sizlar uchun kurash qilishdan to'xtab qolmaymiz. Sizlarning chidamchanliginglar Sharq Turkiston xalqining naqadar kuchliligini isbotlaydi. Sizlar bizning qarorligimizga ilhom. Biz Sharq Turkiston hur, mustaqil bo'lib, sizlarning kishilik huquq, izzat hurmatinglar, bexatarliginglar kafolatlantirilmaguncha to'xtab qolmaymiz. Biz qayta xalqaro jamiyatni harakat qilishga chaqiriq qilamiz. Faqat Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qiladigan, zolimlar bilan bir safda emas, ezilguchilar bilan bir safda turadigan vaqt. Qo'g'dashga va'da qilgan o'rlik, adolat va inson haqlari qimmatlarini qo'g'dang. Tarix bizga so'z bilan emas, balki bizning harakatimiz orqali hukm qiladi. Davlat buningdan ustun bo'la olmaydi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik harakati yolg'iz Sharq Turkiston xalqiga hujum qilib qolmasdan, balki barliq insoniyatning qadr-qimmatiga bog'lanishli. Bu vahshiyliklar to'xtatilmaganda dunyodagi zolim hokimiyatlarning hech qanday tekshirishga duch kelmay zulm qilish vaziyatiga yo'l ochiladi. Taraddudlanadigan vaqt allburun o'tib ketdi. Vaqt dunyoning harakatga keladigan, yetar deydigan vaqti. Bugun bir burilish nuqtasi bo'lsin. Sharq Turkiston xalqi uchun sukut qilish emas, harakatga o'tish orqali sharafga erishtiradigan kun bo'lsin. Biz chuqur birlikda harakat qilib, vahshiyliklarni oxirlashtirib, Sharq Turkiston xalqini yana bir qatim erkinlikka, egalik huquqqa erishtirishimiz kerak. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning aslimisi bir kuni hurlik va erkinlikning yiqilg'usi bo'ladi. Bizni kutib turayotgan dunyo jamoatiga shuni tashviq qilamizki, kuchingizni tuvan mo'lchirlab qolmang. Advokat bo'ling. Rahbarlaringizga besim qiling. Sharq Turkistondagi vahshiyliklarni, hikoyalarni o'rtoqlashing. Bilmaganlarga bildiring. Her ovoz va har harakatning ahamiyati bor. Eng qorong'uda qolgan bir joyga umid chirg'ini elib kelaylik dedi. Axborot e'lon qilingandan keyin shu ortovlab Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakatlanishga chaqiriq qildi. Washingtonda Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyish uzun o'tmay dunyo matbuotlarida xabar qilindi.
Дәу Дискорс xabar kanali 20 yanvar kuni harakatga chaqiriq Sharq Turkistonning qiyinchiligini tonish va xotirlash degan temada e'lon qilgan xabarda Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandining bayonotini xabar qildi. Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio Amerika tashqi ishlar ministrligining ministri bo'lgan. Fox xabarlari to'rining 20 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Florida shtatining Kengash palata a'zosi Marko Rubioning Kengash palatasining keyingi navbatlik davlat ishlari kotib ekanligi birdek muayyanlashtirilgan hamda parlamentning tasdiqi bilan Prezident Trumpning kabinet nomzodlarining biri bo'lgan. 2011 yildan buyon Kengash palata a'zosi bo'lgan Marko Rubio dushanba kuni Trump qasam ichib necha soatdan keyin Kengash palatasining to'liq bilet tashlashi, Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining ayrim bilet tashlashidan keyin davlat ishlari kotib ekanligi birdek muayyanlashtirilgan. Marko Rubio Kengash palatasi tashqi munosabat va axborot komitetining uzun yillik a'zosi sifatida kuchlik tashqi siyosat orqa ko'rinishi bilan davlat ishlari kotiblik vazifasini o'taydi ekan. U yana birinchi avlod kubalik amerikalik bo'lib, uning vazifasining jazmlashtirilishi ancha talash tartish qo'zg'amagan. Marko Rubioning oldingi hafta tashqi munosabatlar komitetida o'tkazilgan guvohlik yig'inida bu komitetning yuqori demokratchisi Jenni Marko Rubioni talanti bor deb qaraydiganligini va keyingi davlat ishlari kotibi bo'lish uchun layoqatli ekanligini aytib, Kengash palata a'zosi Rubio bilan uzun yil yaxshi xizmat munosabatim bor. Guvohlik yig'ini jarayonida uning siyosat tuyg'usidan bak ta'sirlandim. Men uni davlat ishlari kotibi bo'lish iqtidori, bilimi va salohiyatiga ega deb qarayman degan. Rubio oldingi hafta tunji qatimliq isbot anglash yig'inida Amerika tashqi ishlar ministrligining Trump rahbarligidagi yangi muhim ishining Amerikani birinchi o'ringa qo'yish ekanligini aytgan. Rubio yangi rolini boshlaganda bir qism zo'r xirislarga duch kelgan, bo'libmi Rossiyaning Ukraina ishg'oliyati va Isroiliya bilan Hamasning G'azzadagi urushi. Rubio Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi to'qinishni oldingi haftadagi guvohlik yig'inida cho'qim oxirlashishi kerak deb tasvirlab, Trump o'tirg'a qo'ygan tinchlik kelishimiga asosan har ikki davlatning yo'l qo'yishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda Trump ilgari Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini tanqid qilgan bo'lsa-mu, Rubio bu ittifoqni intayin muhim deb tasvirlab, Trumpning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining qo'llovchisi ekanligini ta'kidlagan. G'azada Rubio Isroiliyaning Hamasga qarshi o'zini qo'g'dash harakatini qo'llagan. Ammo uning Isroiliyaning Iordan daryosining g'arbi qirg'oqining bir qism joylarini qo'shib olganligini qo'llaydiganligini rad qilgan. Rubio ideyada to'qinish bo'lmaydi. Kishilar to'qinishmay birga yashay oladi va gullanishni qo'lga keltira oladi. Kishini afsuslantirdigani shuki, buning mavjud bo'lishi uchun bir mazgil vaqt hozirlanmadi degan. Rubio oldingi hafta Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetida bergan guvohlik so'zida Xitoy haqida so'z qilib, biz Xitoy kompartiyasini bu dunyoviy tartibga ilib kirdik. Ular uning barliq foydalaridan bahramand bo'ldi, ammo ular o'zlarining barliq majburiyati va mas'uliyatini nazardan saqit qildi. Aksicha ular yolg'on, aldamchilik, hakkerlik qilish, shundaqla bizning xarajatimiz orqali yer shartidagi darajadan tashqari cho'ng davlat bo'lmoqchi bo'ldi degan. Mustaqillikni emas, avtonomiya degandek cheklik nishonni ko'zlaganlar asosan degudek boshlanishidan mag'lub bo'ladigan suhbatlar orqali texmo bu nishonga yetalishi mumkin emas. Hamda u zo'rlik kuch orqali texmo ashaddiyroq nishonga yetmoqchi bo'lgan ashaddiylar tarafidan to'lqindi yoki ashaddiylar ularning o'rniga daslaydi. Samuel Huntingtonning Madaniyatlar to'qinishi va dunyoviy tartibning qayta o'rnatilishi nomli kitobidan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.